Assalomu alaykum. Barchaga meni ko'rib turgan vatandoshlarga, yana barcha o'zbeklarga salom. Inshaalloh sizlarga bugun va'da beraman. 100 km yugurishga va'da beraman. Undan tashqari 100 km rekordga ham va'da beraman. To 100 km ga yetguncha, rekord bo'lguncha men yugurishdan to'xtamayman. Sizlar faqat obuna bo'lingizlar, like bosingizlar, kommentariyga yozingizlar. Men yugurishni boshladim. Ketdik. Mana 1 kilometr yugurdim, 5 minut bo'ldi. İki kilometr bo'ldi, 2 kilometr 10 minut bo'ldi. Bugün 3 kilometr bo'ldi, 15 minutda. Juda yaxshi, dihaniya bemalol yugursa bo'ladi. Mana bugün 4 kilometr yugurdim. 4 kilometrda 20 minut 3 sekund bo'ldi. Mana birinchi kun. İnşallah 100 kilometrga yetkiraman yugurishdi. Yani uchrashguncha